oilada ikkita bo'lgan. Bitta oilada ikkita farzandda nasl genetik kasal. Bas aqabaqa yurishgan, bitta bola уже yurmaydi, uni topshirishib olgan уже. Topshirishib olgan, ikkinchi bolada ham shunaqa muammo. Mana hozir endi ikkinchisida qo'ydik tashxisni. Bitta bola oilada ikkita bola nogiron, bitta bola sog'lom. Shularga endi mana oila farzand reja qilinadi, sog'lom farzand rejasi. DNKda qo'yildi, aniq tashxis chiqdi, aniq reabilitatsiya chiqdi, aniq dorisi chiqdi yoki bo'lmasa qaysidir bo'lsa. Genetik kasallik tasdiqlab olgandan keyin u yo'q oson. Ya'ni to'g'ri yo'nalishga tushadi. Misol tuzalmaydigan bo'lsa ham ochiqni aytish kerak edi. Qo'pol qilasan. Ota-onaga to'liq, to'g'ri ma'lumot berish kerak. Hali misol yo'q narsani umidlantirib qiynashga ham kerak yo'q. Bor narsa bo'lsa aytib konkret aytish kerak. Mana hozirda bemorimiz 2 yil aniqlangan Benkes kasalligi bilan hozir Germaniyadan dori olib keltiryapti, ukolini boshlayapti. O'sha dori o'shaga tushadi. Boshqa O'zbekistonda unaqa dori yo'q. Unga beradigan. Shuning uchun aniq tashxis bo'lsa, ish bir tomonga yuradi. Uni aholiga tushuntirish kerak, doktorlarga ham tushuntirish kerak. Ya'ni bitta oilada ikkita invalidi bormi yo muammosi bormi? Genetik kasal, mutaxassisga kelsin.